Boshimda qurbon qilaman bu mashinaga. Qaranglar. Kallamni tashlamayman. Ferrari ko'rasan, U7 ni ko'rasan, agarda Xitoy shu ketishda ketsa, 4-5 yilda ulasan. Butun dunyoni larzaga keltirgan Xiaomi U7 modeli. Obzorni kutuvdinglar, videoga bitta like bosing, men esa obzorni boshladim. Mashina hozircha bu rangi bilan O'zbekistonda yagona bo'lib ajralib turibdi. 2025 kuzov, yangi sotuvda tayyor. Mashina polniy bokovoylari klassik karbon bilan jihozlangan. Eng full komplektatsiyasi. Mashina 0 dan 100 gacha 3.2 sekundda 100 ga chiqadi. 690 ta ot kuchi bor ekan. 760 km zapas xod, hamma dop opsiyalar qo'shilgan. Даже pnevma podviskadan tortib R21 pulli diska ballonlar, perforatsiyali oporli diskalar, Brembo tormozli sistema. Mashinaning eng qiziqarli tomoni mana knopkani bitta bosasizlar, kapotni ochilishini qaranglar. Ichida katta bagajniki ham bor ekan. Bu hali hammasi emas. Endi bunisini ko'ringlar. Mana boshimda qurbon qilaman bu mashinaga. Qaranglar. Kallamni uzib tashlamaydimi? O! Gavi yo'qmi? Juda ham o'zgacha rangda liderlar bor, gazoviy panorama, hamma narsasi bor. Даже mana bu yerda kameralargacha bor ekan. Mana bunisini qarang. Bitta qo'lda ko'rdingizmi? Tortib ketib qoladi. İçini ochasiz, hamma go'zallik buni ichidan, только tashqarisi. Даже mana kapotida ham qaranglar, mana bunaqa vozdухniy jabrasi bor, mashinani sovutib turish uchun, ventilyatsiya bo'lib, shamolni kesish uchun ko'p narsalar o'ylab topilgan ekan. Polniy elektropaket, уже bunda head-up display yo'q, yangicha eng oxirgi texnologiyada xuddi 5D qilib ishlangan ekan. Juda ham keng ichi, oranjiy salonda, ayniqsa iPhone 17 bilan yomon ketsa kerak. Mana bu yerda sport joystiklari, hamma narsasi ishlaydi. Juda ham ajoyib, kompaktni, polniy gazoviy panorama. Bunda уже ko'k emas, qora bo'lgan gazoviy panoramasi. Mana 4 ta eshigini ham bitta bosasiz, tiqib kirib ketadi. Orqalarini ham ko'ringlar. Juda ham ajoyib ishlangan ekan. Mashinaning hamma joyi sensor dachik. Ustiga mana bitta bosasiz, zaryadni porti ochiladi. Imam knopkasini yana bitta bosasiz, qaytib yopiladi. Lekin mashinaning orqa dizaynini qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan ekan. Ferrari Purasan bilan birga bir qilib ishlangan ekan. Xiaomi U7 Max eng full komplektatsiyasi. Xullas mashinamizning narxi 69500 deb keluvdi. Meni obunachilarim uchun bor yo'g'i $1000 skidka qilib berdi. Nima deysa, $68500 ga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Darvoqe, bu mashinani qaysi viloyatlik odam olishi mumkin? Mabodo viloyatga ketib qolgan bo'lsa, O'zbekistonda bir dona bo'lib yuradi. Faqat 1 yil ichida bu mashinadan bunaqa rangidan kirib kelmasa kerak deb o'ylayman. Agarda sizning kommentariyangiz qaysi viloyatdan olinayotgan odamni to'g'ri topib yozayotgan bo'lsangiz, men sizga $100 pulni shunchaki hadya qilaman. Kommentariyada yozib qoldiring. Mashinaning narxi 68500, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, barakallasanglar bo'laveradi.